ichki uyqu arteriyaning yana bir klinik ko'rinishlari bo'yin jarohatlarida va ba'zi o'z-o'zidan ichki karotit arteriyasining disseksiyasi, paratonzillar infeksiya holatlarida ushbu arteriyalar ikkilamchi yallig'lanish jarayoni, ya'ni lokal arterit deb aytamiz, mana shu holat rivojlanishi mumkin. Ichki karotit arteriya ustida jarrohlik amaliyotlari, xususan uning stenoziga sabab bo'lgan trombni olib tashlash vaqtida yaqin atrofdagi yuqori laringeal va gipoglossal nervlarga zarar yetishi mumkin. Shu tariqa ham zararlanish hosil bo'ladi.